Bu videoda men sizlarga tradingda pul ishlashning haqiqiy yo'lini ko'rsataman. Men hech qanday kurslar sotmayman, hammasini noldan bepul o'rgataman. Videoni oxirigacha tomosha qiling, hozir hammasini amalda ko'rsataman. Savdoni boshladik do'stlar. Xo'p, balansimizda 150 ming so'm mavjud va 150 mingni hammasi bilan savdo qilamiz. Xo'p, botga o'tamiz do'stlar. O'zimizga kerakli bo'lgan valyuta juftligini topib, botdan signal so'raymiz. Xo'p, botdan signal so'radik. Sotib olishga 1 daqiqalik signal berdi botimiz. Сделка ochdim 1 daqiqalik, endi kuzatib turamiz. Aytgancha do'stlar, Telegram orqali menga juda ham ko'p bir xil savol kelyapti. Ya'ni Pocket Options litsenziyalanganmi? Albatta do'stlar, Pocket Option litsenziyalangan mировой приложение bo'lib, millionlab insonlar bundan foydalanadi. Shuning uchun sizlar ham bemalol qo'rqmasdan foydalansangiz bo'ladi. Bizning bot orqali yanada oson sotib qilishingiz mumkin. Tezroq Telegram kanalimizga qo'shilib oling, albatta sizga manfaatli bo'ladi. Xo'p, biz kuzatib turamiz. 15 soniya vaqtimiz qoldi bizda bu yerda. 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi bizni bu yerda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va mana ko'rishingiz mumkin, birinchi ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p. Shu yerda bir ish qilamiz. 150 ming bilan emas, 279 ming so'mda hammasi bilan savdo qilamiz. Xo'p, depozit oshirdik. Botga o'tamiz. Bot signal berdi. Vaqtga to'g'rilab сделка ochdim. Ko'rishingiz mumkin, birinchi ochgan сделкamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, bunday vaziyatlarda do'stlar, sizga yanada osonroq, ya'ni sizlarga manfaatliroq bo'lish uchun videoni ozroq tezlashtiramiz. Albatta 3 daqiqa vaqtingizni ham tejash maqsadida, bu albatta sizning foydangizga bo'ladi. Xo'p do'stlar, o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin, 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi bizni bu yerda. 5, 4, 3, 2, 1. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi va yana bir ish qilamiz bu yerda. Xo'p, botga o'tamiz. Botdan yangi signal olamiz. Xo'p, yana yangi signal olamiz. Ko'rishingiz mumkin, botimiz yana signal berdi. Yuqoriga 1 daqiqalik signal berdi. Сделка ochdim, endi kuzatib turamiz. Xo'p do'stlar, o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz, botimiz signal yo'q deb qoldi. Bunday holatlar nimaning natijasida paydo bo'ladi? Voy, o'zir gaplarim adashib ketdi. Bunaqa holatlar botimizda bir vaqtning o'zida juda ham ko'p insonlar foydalanganligi sababli ba'zida botimiz signal yo'q deb qolishi mumkin. Bu hech qanaqa muammo emas. Shunchaki yangi signal tugmasini bir necha marta bossangiz, botimiz sizga kerakli bo'lgan signal beradi. Bu hech qanaqa qo'rqinchli emas. Shunchaki yangi signal tugmasini bossangiz kifoya. Xo'p, bizning 20 soniya vaqtimiz qoldi bu yerda. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va mana yana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botdan yana yangi signal olamiz. Yana yangi signal tugmasini bosamiz. Yana yangi signal tugmasini bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, baribir signal beradi botimiz. Xo'p, 2 daqiqalik signal berdi. Xo'p do'stlar, albatta sizga manfaatli va sizga ko'proq foydasi tegish uchun vaqtingizni tezlash maqsadida videoni yana ozroq tezlashtira olamiz bu yerda.
Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi bizda bu yerda. 5 4 3 2 1. Mana azizlar, o'zlaringiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botdan signal olamiz. 4 daqiqalik signal berdi. Xo'p, sotishga 4 daqiqalik сделка ochdim. Kuzatib turamiz. Xo'p, 4 ta savdo bitimi muvaffaqiyatli yakunlandi. Albatta do'stlar, sizga ko'proq manfaatli va foydasi ko'proq bo'lishi uchun vaqtingizni tejash maqsadida videoni yana ozroq tezlashtiraveramiz. Albatta bu sizning foydangizga. Va mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi bizda bu yerda. 5 4 3 2 1. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Balansda 1 million 150 mingdan oshirib oldik. Oldin ham aytganimda, men sizlarga hech narsa sotmayman. Barchasini noldan bepul o'rgataman. Lekin bir kichik shart bor. Ushbu bot yordamida ishlangan pulingizdan har oy atiga 20% ni menga berasiz. Bu botni mendan olish uchun Telegram orqali menga yozing. Telegramga havolani video ostida qoldirib ketaman. Albatta barchaga omad. Ko'rishguncha xayr.